1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar kuni. 1997 yildan buyon mamlakatimizda bu bayram keng ko'lamda nishonlanadi. Bu kun 1996-yil 27-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining o'qituvchi va murabbiylar kunini belgilash to'g'risidagi qonuni asosida bayram kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar kuni 1997-yilda qabul qilingan kadrlar tayyorlash milliy dasturi va ta'lim to'g'risidagi qonun asosida belgilab qo'yilgan. Ana shu yildan boshlab 1-oktyabr rasman ustozlar bayrami sifatida nishonlanadi. С Днем Учителя сегодня вас сердечно поздравляю. Вам терпения в работе, вдохновения я желаю. Bu kunning asosiy maqsadi jamiyatda ustoz va murabbiylarning mehnatiga chuqur hurmat ko'rsatish, ularning tarbiya va ta'lim sohasidagi beqiyos xizmatlarini e'tirof etishdir. Har bir inson hayotida ustozning o'rni beqiyos. Ular bizga nafaqat saboq, balki insoniylikni ham o'rgatadilar. Bu kun ustozlarga bo'lgan hurmat va mehrni izhor etish bayrami. Farzandlaringiz va shogirdlaringizning kamolini ko'rishdek bebaho baxt har biringizga nasib etsin. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Bilim berdi ustozlar, dunyo ochdi yo'lak. Shodlik tilaymiz sizga, bayramingiz muborak.